Selam dostlar. Bugün biz sizning bilan origami tortma yasayacakbız. Buning uchun bizga ne bari qog'oz kvadrat kerak bo'lacak. Boshdan uni o'rtalay bigib qo'yamiz. Uni yangadan o'rtalay biklab qo'yamiz. Qo'shib qo'yamiz. Pishmoqlarni o'rtaga taba biklaymiz. Bir yoqdan ham ikkinchi yoqdan. Qog'ozni ochib qo'yib, kvadrat yasaymiz. Osta qalin pishmoq qolar. Uni osta qoldiramiz, ham qiriylarini o'rtaga taba mana shulay biklaymiz. Qog'ozni ikkinchi yoqqa aylantiramiz. Ham shulay bigib qo'yamiz. Ustidagi pishmoqlarni ostga tushiramiz. Bir yoqdan ham ikkinchi yoqdan. Qiriylarni yopib qo'yamiz. Ham tag'in bir topqir pishmoqlarni ostga tushiramiz. Ham qog'ozni akrangina ocha boshlaymiz. Tegizlaymiz. Qiriylarini yaxshilab biklab qo'yamiz. Ham bizning mana shunday motorgina tortma kelib chiqadi.